Bizning kutubxonamizda har bir talabaga qulay shart-sharoitlar yaratilgan. Misol uchun, zamonaviy kompyuterlar, internet tarmog'iga ulanish imkoniyatlari mavjud. Nafaqat talabalar, o'qituvchilar ham onlayn tadqiqotlar qilishlari uchun barcha imkoniyatlarga ega. Kutubxonamiz fondida jami 13 mingta adabiyotlar mavjud bo'lib, shulardan 1500 tasini badiiy adabiyotlar, 1000 tasini jahon adabiyotlari, 11500 tasini o'quv qo'llanmalar, darsliklar, ilmiy adabiyotlar tashkil qiladi. Kutubxonamizda har haftada bir kitobxon tadbiri, kitobsevar millat dasturi doirasida ko'plab tadbirlarni o'tkazib kelmoqdamiz. Kutubxonamizda talabalarga qulay shart-sharoitlar yaratilgan. Masalan, bulardan biri elektron kutubxonamiz mavjud. Library.uz sayti orqali talabalarimiz elektron kutubxonamizga a'zo bo'lgan holda o'zlariga kerakli bo'lgan barcha adabiyotlarni yuklab foydalanib kelishmoqda. Nafaqat talabalarimiz, balki o'qituvchilarimiz ham o'zlariga kerakli bo'lgan fan dasturidagi barcha adabiyotlarni, o'quv qo'llanmalarini, darslik adabiyotlarini, qo'shimcha adabiyotlarini ham yuklab foydalanib kelishmoqda. Kutubxona nafaqat bilim olish, balki ijodiy rivojlanish uchun ham mukammal joy. Yaxshi o'qish sharoitlari va yangiliklar bilan tanishish imkoniyatlarini kutubxonadan topishingiz mumkin.